Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nos TV. Bugungi videoda oddiy Minecraftdan charchaganlar uchun top 3 shaderlarni sinab ko'ramiz. Va videoni boshidan mana 3 ta kichkina spoiler. Videoni o'tkazmasdan tomosha qiling, video juda ham qiziqarli bo'ladi. Videodagi barcha shaderlar bizning Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Silka opsiya va kommentariyada. Va mana bizning birinchi shader osmonni chiroyliligini qaranglar. Hozirda bu shader mana o'ylashim bo'yicha top 3 ta turgan shader. Hali bundan zo'rlari ham bor. Lekin bu shaderga gap yo'q. O'ylashingiz mumkin, bu shaderlar oddiygina grafika beradi, lekin bu shader hayotda ko'rmagan go'zalligingizni berishi mumkin. Masalan, qaranglar, quyosh botishi. Lekin bu shaderlarning bittagina minusi bor. Telefoningiz qizib ketishi mumkin. Sababi bu shaderlarni ko'tarish uchun kamida 6 GB RAM kerak. 8 GB RAMda mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Sizga iPhone kerak demayman. Samsung A10s bular ham bo'laveradi. Lekin telefoningiz qizib ketsa, ayb menda emas, lekin baribir mazza qilib o'ynaysizlar. Mana endi aniq kun botishi. Va qorong'uda mana yulduzlar ham juda ham chiroyli. Bu shader atigi 2 megabaytlik shader. O'ylayapsizlarmi, 2 megabayt. Shu joyda qisqacha Minecraftda ulanib o'ynashni o'rgatib ketaman. Sizlar bitta Wi-Fi da bo'lishingiz kerak, hech qanaqa tochka dostup emas. Shu bitta Wi-Fi ga ulanib, ikkalangiz shu druziyadan qo'shilib o'ynasangiz bo'ladi yoki akkaunt ochishga majbur bo'lasiz. Akkaunt nimaga kerak? U uzoq masofadan o'ynash uchun kerak. Boshqa hech nimaga kerak bo'lmaydi. Va server o'ynasangiz bo'ladi akkaunt bilan. Nos TV YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Bola Ender Dragonni o'ldirishga endga borish esdan chiqib qoldi. Hozir uni portalni darrov quramiz. Mana bismillah. Mana u ham bitdi. Mana buni chiroyliga qaranglar. Mana 2 megabaytlik shaderda mana. Va nihoyat Enderga ham kirib oldik. Endi dragonni o'ldirmasak uyat bo'lsa kerak. Kanunda oldin mana bu joylarni tekshirib ko'rib olamiz va tinchgina ajdarni o'ldirsak ham bo'ladi. Qani. Bo'ldi, 1 sekundda o'ldi. Va mana bo'ldi, biz Minecraftni yutdik. Bo'ldi, video tugadi deb ketardim-ku, lekin hali yana 2 ta shader bor. Videoni o'tkazmasdan ko'ring. Bu esa bizni top 2-o'rinda turgan shaderimiz. Bu shaderda yomg'ir juda ham chiroyli ko'rinadi. Bu shaderimiz esa atigi 16 megabaytlik shaderimiz, lekin megabaytga aniq arziydi. Bu yo'qini o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin. Barcha modlar Telegram kanalimizda. To'g'risi, bu shaderni yuklab olgandan so'ng faqatgina yomg'irda yursangiz kerak. Men har doim foydasini aytgandan so'ng zararli tomonini ham aytishim kerak. Sababi bu shaderda yomg'irda ko'p yursangiz, telefoningiz biroz lag qilishi mumkin va biroz qotishi mumkin. Telefon maktab o'tirmayman, lekin menda ham biroz qotib tan olaman. Lekin shaderga gap yo'q. Sinab ko'rishingizni maslahat beraman. Barchasini hozir videoni yakunlab bo'lib, Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Va Telegram kanalimizda bemalol yozishingiz mumkin. Xohlagan modingizni topib beraman. Faqatgina yozib qo'yishingiz kerak xolos. Va qo'shimchaga faqatgina reaksiya bosishingizni so'rayman. Hech qanaqa pul talab qilmayman. Uzr, videoni o'rtasida ovozim uzilib qoldi. E'tibor berib qarasam, ovoz yozmayotgan ekan. Bu hol yana takrorlanmaydi degan umiddaman. Lekin shaderga gap yo'q. Osmonni qaranglar. Telefoningiz bug bo'lib qolishi mumkin, etib qo'yib, osmon chiroyli bo'lib qolmasa ayb menda emas. Menda ham hozir shunaqa bo'lib qoldi. Bu sal bugli shader ekan. Va endi endga tushamiz. Bunda ham end juda ham chiroyli bo'lsa kerak. Va oyna qaranglar. Bu joyda ham nima deydi, Ender Dragonni 1 soniyada o'ldirib qo'yamiz. Unaqa jang qilib yurish odatimiz yo'q. Tilim kelishmayapti. Bu esa mening fikrim bo'yicha birinchi o'rindagi shader. Bu shaderimiz atigi 28 megabayt. Bu shaderni bizga do'stimiz tashlab bergandi.
lekin she'rga to'g'risi gap yo'q, ta'riflashga til ojiz. Men uchun eng yoqadigan she'r desam ham bo'ladi. Bu she'rni yaqinda topgandim. Buni tarixi uzun lekin. Ну, ko'rib ko'zingiz mazza qiladi. To'g'risi, ta'riflashga til ojiz. Gapirmasammi ya'ni? Mazza qilib ko'rasizlar she'rni. Qaranglar, osmon hozir. Osmonga qaranglar. Chiroyliligiga. Bunaqa she'rni sizlar aniq topa olmaysizlar. Lekin meni kanalimdan tavsiyalar bo'ladi. Yana bitta reklamachi kanal ссылка описанияda va kommentariyada. Bu kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Mana hozir yomg'irning yog'ishini kutamiz. Bunda ham o'zgacha effekt bor. Mana havoni o'zgarib ketganiga qaranglar, juda ham chiroyli she'r. Bu she'rni yuklab olsanglar, menimcha yaxshigina rahmat desanglar kerak. Bunaqa she'rlar juda ham kamyob. Kuchsiz telefonlarga garantiya yo'q. Men telefonim 8 GB RAM normal ko'taryapti. Kuchsiz telefonlarga garant bermayman buni. Sinab ko'rmasangiz ham bo'ladi kuchsiz telefonda. Va o'sha legendarniy kompotni uyi. Bu hammaga odat bo'lib qo'ygan, shu sandiqdan olib o'marib ketish. Menimcha 90% odam shunaqa qiladi. 10% gap bu. Mayli gapirmang. Bu she'rlardan xulosam shuki, agarda Minecraftga qiziqish qolmagan bo'lsa, agar meni o'zim ham qiziqish bo'lmay o'lgan Minecraftga to'g'risi shu she'rdan so'ng qiziqa boshladim. Agar do'stingiz bilan Minecraft o'ynagingiz kelsa, mana shu videoni yoki she'rni ko'rsatishingiz mumkin. Unda ham yana qiziqish uyg'onadi, garant beraman. Sabab o'zimda ham bo'ldi. Bo'lmay o'lganda qiziqish. Bu gapim sizlarga qiziqmi yo'qmi bilmadim, lekin men faqat rostini gapirdim. Va mana yana dragonni o'ldirdik, tuxumini urdik. Ne to tushunmaylar. Ajdarni tuxumi. Baribir ne to gapirib qo'ydim. Zarar yo'q, videomiz tugadi. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Behruzbek Gamer bo'ldi.